A'iddu lahum mastata'tum min quwwa. İmkoniyatinglar boricha quvvat bilan hozirlik ko'ringlar degan oyatning tafsirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan va ba'zi bu sahobalar tarafidan aytilingan so'zda al-quvvatu ar-ramyu, ya'ni merganlik mashqi bu quvvat ma'nosi deyilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida kamon otishlik bu merganlik ramzi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tib ketayotganlarida sahobalardan bir qabila merganlik qilib mashq qilishayotgan vaqtda topildilarki, otinglar, men ham sizlar tarafingizlardaman dedi. Ya'ni ularning shunday mashqlarga chorlardilar. Sahobalar jismonan zaif bo'lgan kishilar bo'lgan emas, birodarlar. Sahobalar bizlardagi ahli ilmlarga o'xshagan yumshoq mashinaga chiqib qolganda aynoq ochilib bo'lsa shabadalab qoladigan kishilar bo'lgan emas. Sahobalar yoshlikdan chiniqishganlar ular. Sahobalar o'rtasida doim o'zlarining chiniqtirishlik doim ularning amallari bo'lgan. Ular haftalab o'zlarini dam oldirib shunday rohatlantirib yuradigan kishilar o'rganmas. Ular sahobalar hech qachon unday kasalxonalarda uzoq vaqt yotadigan kishilar o'rganmas. Sahobalarning Xolid ibn al-Valid biror bir qarich badanimda o'rin yo'qki, yo nayza kirmagan, yo shamshir kirmagan, yoki bir kamon o'qi kirmagan biror bir qarich masofa yo'q. Ammo o'layotganimda shunday bir tuya o'lgandek ko'rpamda o'lyapman deb attan qilganlar. Shahid bo'lmadim deganlar. Ular chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shahodat fazilatlarini eshitganlar. Ular mana bu oyatni min quvva mutlaqo bir umumiy oyatni qodir bo'lganinglarcha quvvat bilan hozirlik ko'ringlar degan quvvat, bu narsa ularda jismoniy quvvat va hokazo hamma sohadagi quvvat ularda tayyor edi. Hammasidan ham iymon quvvati birinchi edi. Iymon bu eng kuchli quvvatdir, birodarlar. Iymonning quvvatligi bu masjidlarda safda o'tirishlikda bilinmaydi, birodarlar. Dahshat vujudga kelganda bilinadi. Alloh subhanahu va taolo insondagi iymonning quvvat va zaifligini hammasini ochib tashlaydi. Bu insonni iymoniga, islomga muvofiq hayot kechirayotganda, o'zining lavozimidan chetlashlikka to'g'ri kelganda, moli davlatidan ajralishlikka to'g'ri kelganda, jasadiga biror bir alam tushayotganda mana bu vaqtlarda iymon ajraydi. Bu vaqtda u haqiqatda iymon quvvatini hozirlaganmi, yo'qmi, mana bu vaqtda bilinadi.